Tasavvur qiling, siz uy qurish uchun loyiha hujjatlari va arxitektura bo'limi tomonidan ruxsatnoma oldingiz va yillar davomida pul yig'ib, nihoyat uy qurdingiz. Har bir gishtiga mehnatingiz singan. Ammo bir kun kelib sizdan bitta savol so'rashadi. Bu bino davlat ro'yxatidan o'tganmi? Agar javob yo'q bo'lsa, siz qurgan uy, qilgan mehnatingiz, sarflagan pulingiz qonun oldida deyarli hech narsa emas. Chunki bino davlat ro'yxatidan o'tmaguncha u rasmiy mulk hisoblanmaydi. Ko'pchilik buni bilmaydi yoki ahamiyat bermaydi. Lekin aynan shu beparvolik kelajakda katta muammolarga sabab bo'ladi. Bugun sizga bino va inshootlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish nima uchun kerak va qilinmasa nima bo'lishi haqida batafsil tushuntirib beraman. Bino va inshootni ro'yxatdan o'tkazish nima degani? Bino yoki inshootni davlat ro'yxatidan o'tkazish, bu uni davlat tomonidan tan olinishi degani. Ya'ni bino rasman mavjud bo'ladi, egasi aniq bo'ladi va davlat bazasiga kiritiladi. Shu paytdan boshlab bino qonuniy hisoblanadi. Mulk huquqi egasiga biriktiriladi. Kelajakda hech kim da'vo qila olmaydi. Agar ro'yxatdan o'tkazilmasa, bino huquqiy jihatdan yo'q hisoblanadi, ya'ni huquqni belgilovchi hujjatlarsiz qurilgan bo'ladi. Hattoki ichida yashab turgan bo'lsangiz ham. Qaysi binolar ro'yxatdan o'tkazilishi shart? Ko'pchilik faqat katta binolar ro'yxatdan o'tkaziladi deb o'ylaydi. Aslida esa xususiy uylar, hovlidagi qo'shimcha qurilmalar, do'kon, ombor, sex, ishlab chiqarish binolari barchasi davlat ro'yxatidan o'tishi kerak. Agar qurilish ruxsatsiz boshlangan bo'lsa, uni keyinchalik qonuniylashtirish ancha murakkab bo'ladi. Qanday hujjatlar talab qilinadi? Bino ro'yxatdan o'tishi uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Yerga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjat, qurilishga ruxsatnoma, loyiha hujjatlari, texnik pasport, kadastr hujjatlari. Mutaxassislar kelib, bino o'lchamlarini tekshiradi, joylashuvini aniqlaydi va davlat bazasiga kiritadi. Ro'yxatdan o'tkazilmasa nima bo'ladi? Eng muhim savol ham shu. Agar bino ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, uni sotib bo'lmaydi. Meros qilib qoldirib bo'lmaydi. Bankdan kredit olish mumkin emas. Nega odamlar bu xatoni qiladi? Ko'pchilik keyin qilaman deb o'ylaydi. Hujjat qiyin deb qo'rqadi. Vaqtim yo'q deydi. Lekin vaqt o'tgan sari muammo kattalashadi. Bir kun kelib bitta tekshiruv hammasini fosh qiladi. Xulosa qilib aytganda, bino va inshootlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish o'zingizni himoya qilish yo'lidir. Bugun hujjat qilib qo'ysangiz, ertaga xotirjam bo'lasiz. Aks holda esa bitta qaror butun umringizdagi mehnatni yo'qqa chiqarishi mumkin. Shuning uchun unutmang. Avval hujjat, keyin qurilish. Ro'yxatsiz bino egalik huquqi yo'q bino hisoblanadi. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. Kanalimizda sizni yana ko'plab foydali, hayotiy va qonuniy mavzular kutmoqda. O'zingizni qiziqtirgan mavzular haqida izohlarda yozib qoldirin va biz sizlar uchun o'sha mavzularni yoritib beramiz.